Assalomu alaykum. Kolxozobod ittifoqdamiz. Fasad ishlari uchun O'zbekistondan ustalar kelgan, Trevitin ishlarini olib boradi inshaalloh. Fasad, stena, sokul hamma taraflama. Narxlari juda ham arzon, hamma ichiga materialiman 100 somondan 140 somongacha qilib beradi. Endi maqsadki bundan tashqari, bularni o'zlaringiz olasiz. Fasad boshqa remont narsalarni material, bunga ketayotgan materiallarni inshaalloh buna polni ketdik, yuramiz bu yoqqa. Mana shu uyda hozir qanday holatda turibdi, bundan keyin qanday bo'ladi? Endi o'ylangizlarki, O'zbekistondan kelgan ustalar bu yerga faqat prosta kelmaydi, specialistlar keladi. Specialistlar kelgani uchun shunday uylarni bemalol remontga berishingiz mumkin. Hozir sizga boshlangan holatini ko'rsatyapmiz. Bundan keyin qanday holat bo'ladi? Yana o'zidan batafsil videolar bor, qo'yib berishimiz mumkin. Yak pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, hamma videolarni, suratlarni sizlarga ko'rsatib berishi mumkin. Mana shu uy pol boshlandi. Ittifoqda men o'zimning, ya'niki o'zimning qishlog'imdaman. Nabjon Nurmatovning qishlog'ida. Shu uylarda hozirgi paytda boshlagan ham bugun 2-kun ketyapti. Buna qarang, endi boshlangan uylar qanday turibdi. Uzoqdan ko'rsangiz ham, oldidan ko'rsangiz ham fundamentdan boshladilar. Endi fundamentdan sokuldan boshlagani maqsadki, birinchi shu yoqda bo'lib, keyin stenani boshlaydi. Shunday bir chiroyli videolar bo'ladi, shunday chiroyli uylar, qurilgan uylari bor ekan inshaalloh. Buni ham video davomida ko'rsatib boramiz. Inshaalloh qanday bo'ladi? Baho beringizlar, bemalol murojaat qilingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.